Hop, do'konimizga shunaqa katta sniper olib kelib qo'yganmiz. O'yinchog'i bu. Qisqacha ko'rsatib beramiz. Narxi 405 ming so'mdan. Ko'rib turganida avtomat sniperimizni shu arbisning o'q otadi. Ichidagi o'qlari hammasi achiklari chiqadi. Bu tomondan mana temirli bo'ladi. Rostigasiga o'xshagan. Katta bolalarga olsanglar 14 yoshga, kattalar olsa ham bo'ladi. Hozir yig'ib ko'rsatamiz. Keyin o'zi mana shunaqa 3 turbasi, keyin bu tomondan shunaqangi sniperga o'xshagan o'yinchoqlar bo'ladi. Yig'ib berildi yigitimiz. Bu tomonda ko'rib turganingizda mana bunaqa ham chiqadi. Turbinlari ham bu tomonda girib chiqsa ham bo'ladi. Endi professional emas, lekin 400 ming atrofidagi zo'r, lekin 400 nechta chiqqan edi? 405 ming. 405 mingga narxi zo'r chiqqan. Kattaroq bolalarga olib bersanglar, hadiyaga, podarkaga olib bersanglar ham bo'ladi. Bugun yangilik, o'sha bugun 27-mart yangi o'sha o'yinchoq tovarlarimizni birinchi bo'lib shu YouTube kanaliga qo'yamiz. Past tomonda ko'rib turganingizdek, moslashtirsak bo'ladi. O'sha joylarga qarab. Buni yosh bolalarga olib bergandan ko'ra boshqa o'zi kattalar oladi. Shunga o'xshagan avtomatlarni sotamiz. Boshqalar yoshlikda o'ynagan bo'ladi. O'zi yoshlikni eslab, yoshlik armonlarini chiqarishadi. Buni boshqacha kalashniklar ham bor, har xil P16 lar ham bor. Uni ham ko'rsatamiz. Endi bu hozir yangilik bo'lgani uchun birinchi buni ko'rsatamiz. Yigitimiz yig'ib o'tdilar. Armiyaga bormagan bo'lsalar ham yig'ish bilanlar. PUBG o'ynaganlar. Hozir o'q to'ldirib kelamiz. O'qni suvga solib qo'yasizlar. Suvga solgandan keyin 1 soat ishadi, keyin uni o'tirasizlar. O'qimashdan mayda bo'ladi. Suvga solgandan reaksiya kirishib, yeb bilol qalaysiz. Bu tomonda o'zi lazeri bor, endi qiziq ishlangan. Lazeri ham. Lazeri ishlayapti. Bu yigitimiz otib ko'rsatib beradilar. Bu tomonda mana o'chiroqning joyi bor. Ma'mullarning rostigasiga o'xshab ishlangan. Endi qisqasi katta bolalarning o'yinchog'ida. Bolajonlarga olib bersanglar, maza qilib xursand o'ynaydi bu o'yinchoqdan. Ko'rganingizdek mana endi bu telefonda ko'rinmayapti, lekin nisbatan yaqinlashtirar ekan. Osib qo'ygan arqonlari ham bor. Xo'p. Qani 6-chi? Xo'p, karobkaga oting. Voy, hamma yo'li chiqib ketdi. Mana ko'rib turganingiz bu tomonda har xil to'g'rilisi bo'ladi. Oting. To'g'rigacha boryapti, ko'rib turganingiz. Drongacha. Lazerni yoqib qo'y, lazerni yoqing. Boylang shunga. Lazer turibdi, ko'rib turganingiz. Hop, yaqinroq boraman. Mana 6-chi. Sağ teparoq ekan mana. Qisqasi teyapti. Mana. Yigitimiz oting.